Toshkent shahri hududida jinoyatlarning barvaqt profilaktikasiga qaratilgan ishlar tizimli ravishda amalga oshirib kelinmoqda. Bunda huquq-tartibot idoralari xodimlari va jamoatchilik vakillari ishtirokida kriminogen og'ir mahallalarga tungi navbatchilikka jalb etilgan zarur kuch va vositalar taqsimlanib, aholiga qulay bo'lgan sharoitda to'g'ridan-to'g'ri muloqotni yo'lga qo'yish, aniqlangan muammolarni joyida bartaraf etishga alohida e'tibor berilmoqda. Jarayonda aholi bilan mustahkam ijtimoiy hamkorlik o'rnatilib, ularning muammolarini yangi ijtimoiy profilaktika tizimi yordamida ichki ishlar organlari va mahalla faollari tomonidan hamkorlikda hal etib borilayotgani huquqbuzarliklarning samarali oldini olishga xizmat qilmoqda. Biroq osoyishtalikni ta'minlashga jalb etilgan xodimlarni xizmat vaqtida yolg'on xabarlar bilan chaqirtirish holatlarining yuz berayotgani yuzlab chinakam yordamga muhtoj fuqarolarning uzoq vaqt kutib qolishlariga sabab bo'lmoqda. Tungi vaqtda 102 xizmatiga xabar bergan fuqaro pichoq bilan odam o'ldirganligi haqida xabar qoldirib, hodisa joyiga xodimlarni chaqirgan. 102 xizmati eshitadi. Assalomu alaykum. Odam o'ldirildi. Qayerda bo'ldi aka? Soat 9. Zudlik bilan aytilgan xonadonga yetib borgan ichki ishlar organlari xodimlari berilgan xabar mutlaqo asossiz ekanligiga guvoh bo'lishadi. Biroq qo'ng'iroq qilgan shaxs spirtli ichimlik ta'sirida mast holda xodimlarni haqoratlaydi. Ularning qonuniy talablarini bajarmasdan keskin qarshilik ko'rsatishi oqibatida patrul post xizmati xodimining maxsus vositalari shikastlanadi. O'zi esa jarohat oladi. Birisiga onasini nima? Birisiga shunchalik onasini 1 minutda shuni. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Toshkent shahri miqyosida o'tkazilayotgan profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda.